maktab o'quvchilarining musiqa va cholg'u ijrochiligiga qiziqishini oshirish, ularni turli ijodiy loyihalarga keng jalb etish orqali bo'sh vaqtini samarali tashkil etish maqsadida yangi loyihalar yo'lga qo'yilgan. Ulardan biri prezidentimiz tashabbusi bilan o'tkazilayotgan Iqtidor maktab ansambli tanlovidir. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Respublika kelajak markazi tomonidan tashkil etilgan loyihaning qamrovi joriy yilda yanada kengaydi. O'g'il-qizlarning ma'naviy kamolotini yuksaltirish, ularni madaniyat va san'atga yanada yaqinlashtirish maqsadida o'tkazilayotgan musiqa sevarlar bahsi minglab o'quvchilar uchun katta tajriba maydoniga aylandi. Avvalgi dasturlarimizda xabar berib borayotganimizdek, tanlovning hududiy saralash bosqichlari yurtimizdagi barcha hududlarda 6-10 sinf o'quvchilari ishtirokida bo'lib o'tdi. Bu gal ayni saralash bahslarini yakunlab beruvchi manzil Jizzax viloyatida tashkil etilgan yosh iste'dodli o'quvchilar o'rtasidagi ijodiy bellashuv jarayonlari haqida so'z yuritamiz. Raqamlarga nazar tashlasak, Jizzax viloyatida ushbu tanlovga bo'lgan qiziqish ortgan. Hududdagi 567 ta umumta'lim maktablaridan 2479 nafar o'quvchi bellashuvning tuman va shahar kesimidagi saralash bosqichlarida o'z ijodiy salohiyatini sinovdan o'tkazdi. Hududning 13 tuman va shahridan ana shu jarayonlarda tanlab olingan eng faol hamda iste'dodli o'g'il-qizlar viloyat musiqali drama teatrida yana bir bor o'z ijrochilik mahoratini ko'rsatib berdi. Bugun Jizzax viloyatidagi musiqali drama teatrida o'zgacha shukuh, o'zgacha ruhda Iqtidor maktab ansambli tanlovining viloyat bosqichi tashkillashtirildi. Bitta narsadan juda ham xursand bo'ldim. Oldinlari musiqa maktablarida o'qigan bolalar va ular o'rtasida musiqaga oid tanlovlar bo'lardi. Bizning maktablarimizda, umumta'lim maktablarida bolalar musiqaga qiziqardi, musiqa bilan shug'ullanardi. Ular o'zini qobiliyatini ko'rsatish uchun katta sahna yo'q edi. Bugun mana shu katta sahna o'quvchilarimiz uchun tashkil etildi. Buning uchun avvalambor prezidentimizni mana shu musiqaga qaratayotgan islohotlari uchun alohida minnatdorchilik bildiraman. Bitta narsani aytishimiz kerak. Avvallari tanlovlarda o'zimizning mahalliy hakamlar bo'lardi. Bu yildan boshlab respublika darajasidagi o'sha eng yuqori nufuzli san'atkorlarimiz hakam bo'lib viloyatga kelyapti. Oddiy maktablardan, oddiy tumanlarning eng chekka maktablaridan saralangan musiqaga qiziqadigan o'quvchilarimizni bugun ular baholab beryapti, ularning qobiliyatini ochib beryapti. Ayni damda bu jarayon davom etyapti va biz o'ylaymizki, kelgusida musiqaga qiziqadigan yoshlarimiz soni yanada ko'payadi. Bu bosqichda final yo'llanmasini qo'lga kiritadigan jamoani aniqlash ancha murakkab kechishi aniq. Boisi, ishtirokchilar o'z bilim va ko'nikmalarini to'liq ishga solib, kuchli tayyorgarlik bilan sahnaga chiqishgan. Biz Zomin tumanining 43-umumta'lim maktabining Sumbula nomli dutorchi qizlar ansamblimiz. Biz bugun o'z iqtidorimizni sinab ko'rish uchun kelganmiz. O'tgan yili jamoamiz bilan bu tanlovda qatnashganmiz. Tumandan 1-o'rin olib, viloyatda namunali qatnashganmiz. Bugun kuchli tayyorgarlik bilan kelganmiz. Umid qilamiz 1-o'rinda olamiz. Tayyorgarligimiz juda ham qiyin bo'lgan. Keyin chalib kuyda ichimizga singdirib olib, keyin yaxshiroq chalganmiz. Bugun biz popuri bilan kelganmiz. Unda birinchi bo'lib Lola raqsi, O'ynasin va Lazgi ko'ngil dastasi kuylari bor. Sahnaga chiqqanimizda biroz hayajon bo'ldi, lekin hali chalib olmaymizmikan deb juda ko'p o'yladik, lekin ustozlarimiz bizga juda ham yaxshi tushuntirdi va biz 1-o'rinda olish uchun niyat qilib, yaxshiroq chaldik. Bu tanlovga anchadan beri tayyorlanyapmiz. Biz bu yerda Norim hamda Apipa kuyini chaldik va men o'ylayman biz 1-o'rinni olamiz. Qolganlarini bilmadim, lekin menda juda katta hayajon bo'ldi. Jamoada dutor, doira, chang kabi musiqa asboblar chalinadi. Bizda tayyorgarlik juda kuchli bo'ldi.
Hammamiz kuylarni yod oldik va shu tanlovga keldik. Bu iqtidor maktab ansambli biz yoshlar uchun juda ham zo'r tanlov bo'ldi. Chunki biz bu yerda o'z san'atimizni, o'z iste'dodimizni ko'rsatdik. Bu uchun men prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Mazkur tanlov ikkinchi bora o'tkazilayotgan bo'lsa-da, yosh ijodkorlar orasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Qisqa vaqt ichida loyiha musiqaga mehr qo'ygan o'quvchilar uchun o'z iste'dodini sinovdan o'tkazadigan mahorat maydoni vazifasini o'tamoqda. E'tiborlisi, avvalgi mavsumda ham qatnashib, ko'plab tajriba orttirgan yosh iste'dod egalari bu yilgi viloyat bosqichida yana bir bor o'z chiqishlari bilan qatnashmoqda. Ularning asosiy maqsadi mazkur jarayonlarda muvaffaqiyatli ishtirok etish, respublika bosqichi yo'llanmasini qo'lga kiritishdan iborat. Biz bugun birinchi bo'lib yangi tanovvur kuyini chalmoqchimiz va keyin esa Yallama yorim kuyini ham chalamiz. Jamoamiz bilan ishonchimiz komilki, bu safar birinchi o'rinni olamiz. Men 4 yildan buyon musiqa yo'nalishida shug'ullanib kelaman. Bu ko'rik tanlov uchun biz bir oy tayyorgarlik ko'rdik. Shu tayyorgarlik mobaynida turli xil ustozlardan maslahatlar olib, qanday chalish kerakligini o'rganib, hammasini birgalashib chaldik. O'zbek xalq kuylaridan iborat bo'lgan Papuri va Dilrabo kuyi chaldik. Menimcha mana shu kuyimizni o'zi ham bir chiroyli kuy. Bu yerdagi jamoalarni ham tinglab ko'rdik. Yaxshi, hammasi ijrosi zo'r. Mana shunday ko'rik tanlovlarni tashkillashtirib berayotgan prezidentimizga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shunday o'tkazilayotgan ko'rik tanlovlarda biz o'zimizning turli xil ochilmagan qirralarimizni ham ochib boryapmiz. Ishtirokchi ansambllar uchun ajratilgan 6 daqiqalik chiqish ularning tayyorgarligi va ijodiy salohiyatini ochib berdi. Katta sahna va tomoshabinlar qarshisida milliy kuylarni chalish har bir o'quvchi uchun hayajonli bo'lishi barobarida ularning iste'dodini yanada sayqallashga imkon bermoqda. Biz mana shunga o'xshash usullarni sahnada ijro etib berdik. Biz yosh doirachilar jamoasida 5 ta a'zo bor. Terma kuylarimiz Dilxoroj, polka, buxorocha usullardan chalamiz. Kuy sifatida chalgan paytimizda ikkinchi kuy sifatida so'rasa Yallama yorim kuyini tanlagandik. Bizda yoshlar, mana shu o'zimizning jamoamiz musiqa ustozimizdan o'rganganmiz usullarni. Bugungi sahnamiz doira bilan yondi, chunki men hozirgacha kuzatib kelyapman, hamma ko'proq kuy, rubob, doira bilan chalyapti, lekin faqat doirani o'zida chalgan ko'rgam yo'q. Biz jamoaviy holatda chiqib, doirada turli xil terma usullarni chalib berdik. Tanlovda o'tgan yili 2-o'rinni olib, bu yerga kela olmaganmiz. Baxmal tumani o'zimizda tumanda qolib ketganmiz. Bu yili esa 1-o'rinni olib, viloyat bosqichiga qadar yetib keldik. Bu yerda yaxshi chiqishlarimizni qilib, 1-o'rinlarni olish niyatidamiz. Bu yerga tayyorlab kelgan kuylarimiz Andijon polkasi bilan Bahor valsi. Bizda eng qiynalgan kuyimiz bu Bahor valsi bo'ldi. Qo'shiqchi bo'lganim uchun avval sahnalarga juda ko'p chiqqanman. Juda ko'p joylarga borganman. Menda bu birinchisi emas. Juda ham ko'p chiqqanim uchun hayajon bo'lmadi. Bu tanlovlarning bizga juda ham ko'p foydasi bor. Biz o'zimizni hozirdan fundamentimizni qurib, katta sahnalarga chiqishimiz uchun juda ham katta kerak bo'ladi. Muhtaram prezidentimizga biz avvalambor rahmat aytamiz. Bizdagi yoshlarni juda ham ko'p sahnalarda chiqishimiz uchun yo'llar ochib bermoqda. Har bir sahna namoyishida yakka tartibdagi mahorat, balki jamoaviy uyg'unlik va sahna madaniyatiga ham alohida e'tibor qaratilganligi yaqqol ko'zga tashlandi. Sahnada yangrayotgan kuylar orqali yosh ijrochilar o'z ichki kechinmalari, san'atga bo'lgan muhabbatini ifoda etdilar. Sahna ortida esa ota-onalar va ustozlar ularni hayajon bilan kuzatib borishdi. Ayni damda bugun menda 2 karra hayajon bor, chunki o'quvchilarimizni 43-umumta'lim o'quvchilarini olib kelib, maktabimizni ma'naviyatchi sifatida ham olib keldim. Qolaversa, o'sha ishtirokchi qizlarimizning orasida Norqulova Sitora, meni qizim, albatta ona o'rnida ham keldim. Shuning uchun juda ham bugun hayajon kuchli. Tayyorgarlik jarayonida ham maktabda o'quvchilarni nazorat qilib, ham uyimda albatta qizimni ham nazorat qilib, o'sha yaxshi tayyorgarlik bilan oliy o'rinni olish uchun juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rdim.
ko'rdik. Umid qilamizki, ushbu mehnatlarimiz yanada o'zini samarasini beradi. Albatta, o'sha viloyat bosqichidan so'ng respublika bosqichiga ham mana shunday chiroyli chiqishlar bilan, mana shunday yaxshi tayyorgarliklar bilan albatta tayyorgarlik ko'ramiz. Prezidentimizga alohida o'z tashakkurimni bildiraman. Ona sifatida ham, ushbu maktab ma'muriyati tomonidan ham o'z tashakkurimni bildiraman. O'quvchilarimiz mana shu iqtidor maktab ansambli tanlovi orqali yanada iqtidori ko'payib bormoqda. Bellashuv jarayonida hakamlar hay'ati oldida turgan vazifa nihoyatda mas'uliyatli bo'ldi. Har bir ansambl nafaqat ijrosi, balki sahna madaniyati, musiqiy uyg'unlik va tanlangan asarning yosh ijrochilarga mosligi bilan ham baholandi. Bizni avval yoshlik paytimizdan yoki o'sha o'tgan davrlarda maktabda musiqa darsi shunchaki o'tilardi. Endi nima bo'ldi? Endi muhtaram prezidentimiz shunaqa maqsadda oldinga vazifani qo'ydilarki, har bitta maktabdagi, o'rta maktabda o'qiydigan farzandlarimiz musiqa cholg'u asboblarini chalishni o'rganishsin. Bo'lmaganda bitta ikkita cholg'uni bilishsin degan maqsad vazifani qo'ydilar. Mana 2 yildan beri mana bu tanlov e'lon qilindi, tanlovlar o'tkazildi, juda ham natija yaxshi. Hattoki musiqa maktabiga qatnamaydigan, musiqa maktabini ko'rmagan, o'qimagan bolalarimiz, farzandlarimiz cholg'u chalishni o'rganib, mana shunchalik tayyorgarlik ko'rib kelishgan. Mana bugun o'z ko'zimiz bilan buni ko'rib turibmiz. Bu yerda ijrochining sahna madaniyati, sahna harakati, o'sha ijrochilik nafaqat ijrochilikning bahorati, bu yerda demak sozlarning sozlanishi, shu bilan birga dinamika, temp atamalari bor. O'sha tomonlarning hammasiga e'tibor bergan holda o'quvchilarimizni baholadik. Sahnada o'z cholg'usi bilan iste'dodini ko'rsatib bergan o'g'il-qizlarning namoyishlari yakunlangach, hakamlar tomonidan qo'yilgan ballar e'lon qilindi. Sarhisob natijalariga ko'ra Zomin tumani 43-umumta'lim maktabining Ilhom jamoasi final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Loyihaning 2-o'riniga G'alloror tumani 89-umumta'lim maktabi Yosh sozandalar jamoasi munosib deb topilgan bo'lsa, 3-o'rin Zarbdor tumanining 2-umumta'lim maktabi Afsona jamoasiga nasib etdi. Biz bu tanlovda 1-o'rinni egalladik. Biz birinchi bo'lib Lola raqsi, o'ynasin, lazgi va ko'ngil guldastasini ijro etdik. Hayajon bo'ldi, lekin biz hayajonimizni yengib, chiroyli qilib chalib berdik. Biz bu natijadan juda xursandmiz. Respublika bosqichiga undan ham zo'r tayyorgarlik ko'rib, respublikada ham albatta 1-o'rinni egallaymiz. Yurtimizda madaniyat va san'atni rivojlantirish, ayniqsa navqiron avlod qalbida milliy o'zlikni anglash tuyg'usini yuksaltirish borasidagi islohotlar bugun o'z mevasini bermoqda. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan hayotga tatbiq etilayotgan tizimli loyihalar yurt yoshlariga haqiqiy ma'noda qanot bag'ishlamoqda. Uning amaliy ifodasi bo'lgan Iqtidor maktab ansambli ko'rik-tanlovining hududiy bosqichlari ham o'z yakuniga yetdi. Respublikaning barcha viloyatlarini qamrab olgan ushbu san'at bayrami eng chekka hududlardagi yashirin iste'dodlarni tanitdi. Minglab qalblarda milliy kuy va musiqamizga bo'lgan mehrni qayta uyg'otdi. Bellashuvlarning viloyatlar kesimidagi sarhisobi ortda qolgan bo'lsa-da, loyihaning eng hayajonli va hal qiluvchi daqiqalari hali oldinda. Ijodiy jamoamiz ushbu mahorat maktabining navbatdagi bosqichidan yurakka yaqin voqeliklardan hikoya qiluvchi maxsus ko'rsatuv va lavhalarni tayyorlashda davom etadi.